nimaga kichik va o'rta bizneslar haligacha tizimlashmay qolayotgan javobi shaxsiy fikrim. Ko'plab tadbirkorlar ko'p treningga borishyapti. Podkastlar bor, internet tarmog'ida ma'lumot ko'p. Hozirgi kunda sun'iy intellekt ham ancha, misol uchun ko'proq ma'lumot beradi. Lekin uni qilishga kelganda ko'pchilik oqsaydi. Ya'ni o'sha narsani, elementar narsani o'rganib kelib qilish kerak, lekin o'sha qilishga kelganda odamlarning toqati yetmay qolyapti. Shuning uchun ko'plab tadbirkorlar ko'p treningga boryapti yoki networking yoki qanaqadir klublarga boradi. Ko'pincha kuzatganim o'zlarini aldab qo'yishyapti. Ya'ni bu surunkali kasallikka o'xshaydi. Boryapman-u, harakat qilyapman-u, mana klubda yuribman-ku, 600 mingga, 700 mingga treningga boryapman-ku, mana shunaqa qilib o'zlarini aldab qo'yishadi. Lekin har qanaqa treningga bormang, har qanaqa klubga qo'shilmang, har qanaqa networking qilmang, baribir biznesingizda o'sha ishni o'zingiz kelib qilasiz. Shuni baribir o'tirib qilish kerakligini tushunish kerak xolos.